Shlankasi mana shunaqa temirli bo'lsa, salonni ichiga hid chiqmaydimi? Hidi urmaydi umuman, ha. Garantiyasi bilan ukamiz bor Asadbek degan qo'yib bergan bizga. Mashina ko'pchilik oddiy shlanka qilib Ha, qo'yishadi. oddiy shlanka qilib qo'yapti. Shundan keyin haligi hidi chiqyapti, jalba qilishadi-da. Orqaga olib o'ting, orqaga. Mana bu hali ruchnoy qo'lda damlaydi, shunda kerak bo'lar ekan, shunaqami? Havo chiqaradigan bo'ladi. Haligi propanda yuradiganlar ko'pchilik biladi, qo'ldan quyadiganlar. Hali qo'lda qo'yish azob tushadi-yu. Anaqa narsa qo'ydirsa, ichiga saloniga anaqa temir qo'ydirsa, nima bo'ladi? Hidi chiqmaydi ekan. Anaqa narsasini ko'rdim men. Kimga nima bo'lsa, ashuna foydalansa bo'lar ekan-da. Dostonbek ukamizga labo mashinasiga tunikalar qo'yib berdik. O'yinimizda qatnashyapti, $100 pulimizni solib, aralashtirib, raqam aytsa, sovg'a qilib beramiz. Xo'p. Hadi ya. 37. Qasamondan sanaydi. Tepadan sanodim. Ketdi. 1 2 ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37. Aka, hozir olasizlar. Xizmatdagi Ahmad aka. Kelaverasizlar, hammaga qolamiz.